Bunaqa holatlarda bemorlar hammasi ham operatsiyaga yetib kelolmaydi. Xavfli taraf. Bemorimiz 75 yoshdalar, 51-yillar. Bizga kelganda multifaktorial zararlanish, eng zararlanishdan bitta xavfli tarafi tomirning stol qismida, ya'ni levi koronarniy arteriyada stol qismida zararlanish bor edi, 90% kritik stenoz. Bunaqa holatlarda bemorlar hammasi ham operatsiyaga yetib kelolmaydi. Xavfli tarafidir. Bundan tashqari yurakning old tarafini, orqa devorlarini ta'minlovchi qon tomirlarimizda ham kritik stenoz bo'lgan. Anamnezimiz ham bemorda oldin infarkt o'tkazganlar 2021-yilda va 2026-yilda infarkt o'tkazgandan keyin kardiografiya qilinganda AKSH amaliyoti taklif qilingan bemorimizga. Bemorda operatsiyasi ishlab turgan yurakda amalga oshirilib, xudo xohlasa bemorimizga javob beramiz. Odam o'zingizga kelganingizga nisbatan qanaqa his qilyapsiz? Nafas siqishlari ancha yaxshi. Bu o'zinglar ham bilyotgandirsizlar. Bu ancha yaxshi bu har kuni qanaqadir qo'shimcha sog'liq qo'shilyapti-da, har kuni. Agar sizdan va yaqinlaringizda ham shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling va ushbu videoni yaqinlaringizga jo'nating, ularga ham foydali bo'ladi.